Uchida teshiklar ko'pligi sabab ulardan ilon yoki chayon chiqib payg'ambar alayhissalomga ziyon yetkazishidan qo'rqdi. Shu sabab libosini bo'laklarga bo'lib teshiklarga tiqib chiqdi. Kiyim yetmay qolgani sabab so'nggi teshikni oyog'i bilan yopib oldi. So'ng payg'ambar alayhissalomni ichkariga chaqirdi. Rasululloh kirib, Abu Bakr tizzasiga bosh qo'yib uxlab qoldilar. Birozdan so'ng Abu Bakr o'ta qattiq og'riqni his qildi. U bosib turgan teshikdan ilon chiqib oyog'ini chaqib olgandi, ammo oyog'ini ko'tarmadi. Allohning habibi uyg'onib ketmasin deb qimirlamay o'tiraverdi. Ammo og'riqning kuchliligidan ko'zlaridan yosh oqa boshladi. Uning ko'z yoshlari payg'ambar alayhissalom yuzlariga tushib uyg'otib yubordi. Rasululloh, "Ey Abu Bakr, nima bo'ldi?" dedilar. U shunday dedi: Allohning habibi, oyog'imni nimadir chaqib oldi. Ammo bu hech nima emas. Sizga ota-onam fido bo'lsin. Alloh o'z payg'ambarining tupugini ham shifo vositasi qilib qo'ygandir. Allohning habibi jarohat joyiga tupuklaridan tekkazib qo'ygan edi, darhol uning og'rig'i yo'q bo'ldi. Yillar o'tib Umar o'sha kechani sahobalarga eslatib derdi. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Abu Bakrning kechasi Umar oilasining barcha a'zolaridan yaxshiroqdir. Bu so'zlar bilan u ana shu tunni butun hayotidan ham qadrliroqligini aytardi. Allohning izni bilan g'orga kiraverishda bir o'rgimchak to'r to'qib qo'ydi. Buni ko'rgan odam payg'ambar alayhissalomning ichkarida ekanligiga ishonmasdi. Ammo bu xavf yaqinligi belgisi ham edi. Mushriklar hatto g'orning og'zigacha kelishdi. Payg'ambar alayhissalom va Abu Bakr g'ordalik payti Asmo ularga yegulik olib kelardi. U 2 xalta yegulik tayyorladi, ammo ularni bir-biriga bog'lagani arqon topa olmadi. Uning beliga o'raydigan bog'ichi bor edi. Ana shu davrlarda ayol kishining bel bog'ichisiz odamlar ko'ziga ko'rinishi o'ta katta sharmandalik belgisi edi. Shunday bo'lsa-da, u hech nimaga qaramay bog'ichini olib, xaltalarni unga bog'ladi. Payg'ambar alayhissalom buni ko'rgach, shunday dedilar: "Asmoning jannatda 2 bog'ichi bo'ladi."